Nigora erta saharlab bobosi uchun choy non olib dala tomon yo'l oldi. Keng dala, atrofda hech kim yo'q. Tez-tez yurib borarkan, ro'parasidan chiqib qolgan, ko'zlari qizargan, o'rtacha kattalikdagi ovcharka itni ko'rib, to'xtab qoldi. It unga qarab irillardi. Nigora itni haybatini ko'rib, turgan yerida qotib qoldi. It ham joydan jilmasdi. Nigora bir amallab itdan o'tib ketmoqchi bo'lgandi, lekin it unga tashlanib, boldirini tishlab oldi. Nigora qo'lidagi sumka bilan itni haydab, tez-tez yurib o'tib ketdi. U bobosini oldiga yetib borib, qo'lidagi sumkani bobosiga berib, o'zi tezda uyga qaytdi. Qaytishida ro'parasidan it chiqib qolishidan qo'rqqan Nigora atrofga alang-jalang qilib qarab qo'yardi. It ko'rinmasdi. Yo'lida davom etgan qiz birdaniga yo'lida to'xtab qoldi. Ko'zi itga tushdi. It dala chetida o'lib yotardi. Nigora chuqur nafas oldi. 16 ga kirgan Nigora tabiatan go'zal, turk millatiga mansub bo'lib, juda kamgap qiz edi. Uyga kirib, jarohatini periks bilan artib, dorilagan kishi bo'ldi-yu, hech kimga ayta olmadi. Be'tiborlik qildi. Kundan kunga yolg'izlikni xohlab, qorong'u uyga kirib oladigan bo'lib qoldi. Onaizor qizdagi o'zgarishni ko'rib, bir kuni eshik tirqishdan qizini poylab ko'rdi. Nigora piyoladagi choyni xuddi it kabi icha boshladi. Ona eshikni ochib ichkariga kirdi. Nigora esa onasiga "Chiqib keting" deb o'shqirib berdi. Onaizor eshikka yugurib chiqib, erini chaqirdi. Bo'lgan voqeani aytib berdi. Ota eshik tirqishidan qizga qarab, yuragi orqaga tortib ketdi. Nigora xansirar, it kabi suv ichardi. Ota eshikni ochib, "Nima qilyapsan qizim? Bu nima qilganing?" deb yoniga yaqinlashdi. Nigora esa "Dadajon, yaqinlashmang. Sizni yaxshi ko'raman. Tishlarim g'ijirlab qichishyapti. Kimnidir tishlagim kelyapti. Lekin sizni juda yaxshi ko'raman. O'zimga javob bera olmayman. Yonimga yaqinlashmang" dedi hansirab. Bahodir aka qizini ko'rib, es-hushi og'ib, biroz turib qoldi. Keyin tashqariga chiqib, tez yordam chaqirdi. Tez yordam keldi. Nigorani bog'lab, kasalxonaga olib ketishdi. Nigoradan analiz olib, tekshiruv laboratoriyasiga yuborishdi. Tekshiruv natijasi shuni ko'rsatdiki, Nigorada quturish kasalligi boshlangan edi. Uni qo'l-oyoqlarini kravatga bog'lab qo'yishdi. Bu kasallik uni qon-qoniga o'tib, singib ketgandi. Uni davolashning hech qanday yo'li qolmagandi. Nigorani kundan kunga qiliqlari itga o'xshab, bog'langan yerdan odamga tashlanishga harakat qilar, og'zidan esa so'laklar oqa boshlagandi. Vrachlar ota-onasini chaqirtirib, davolash iloji yo'qligi, bundan qutulish yo'li faqat o'lim ekanini tushuntirib, ulardan qizi Nigorani o'limiga rozi bo'lishlarini so'rashdi. Ota-onani holatini ko'z oldingizga keltiring. Ota ko'zida yosh tashqariga chiqib ketdi. Onaizorga vrachlar keyingi bolalari uchun Nigora xavfli ekanligini tushuntirishdi. Onaizor qizini o'limiga rozi bo'ldi. Faqat bir shart qo'ydi. Qizini o'limi oldidan, qizini oldida, yonida bo'lishni so'radi. Vrachlar rozi bo'lishdi. Nigoraga osma ukol qo'yildi. Bu osma ukol Nigorani go'zal hayotiga nuqta qo'yardi. Onaizor qizini yoniga kelib o'tirdi. Ohista, past ovozda alla ayta boshladi va Onaizor dod solib yig'lab yubordi. Shu payt Nigora "Ona, yig'lamang. Chanqadim. Suv bering. Suv bering ona. Chanqadim" deb holdan keta boshladi. Onaizor oppoq paxtani namlab, Nigorani og'zini namladi. Nigora esa "Onajon, mendan rozi bo'ling" dedi-da, ko'zlarini yumdi va chin dunyoga rixlat qildi. Onaizor qizini quchoqlab vidolashmoqchi bo'ldi, lekin hamshiralar bunga ruxsat berishmadi. Nigorani jasadi o'tda kuydirildi. Ota-ona uchun bundan og'ir musibat bormi?
Bahodir aka qizini qismatiga chiday olmadi. Hech qancha o'tmay yurak xurujidan qizini ortidan chin dunyoga rihlat qildi. Ayol kishini onaizorning yuragi buncha butun bo'lmasa, musibat ustiga musibat. Onaizor va 2 farzandi klinikaga yotqizilib, 1 oy vrachlar nazoratida bo'ldilar. Butun uy joylari dezinfeksiya qilinib, ular klinikadan chiqib yashashlari uchun tayyor holga keltirildi. Onaizor uyga kelgach, telbalarcha tilidan alla tushmasdi.